Strix-M programmasini o'rnatish va sozlash. Buning uchun Strix-print setup ustanovkaga olamiz. Ustanovka qilib bo'lgandan keyin pustga bosib, eng pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda Strix-M papkasi ochilgan bo'ladi. Buning ichida Zebra programmalari o'rnatilgan bo'ladi. Bundan oldin agar kompyuterga tarozini to'g'ridan-to'g'ri ulayotgan bo'lsak, unda IP sini tarozi bilan bir xil qilib olish kerak bo'ladi. Agarda Wi-Fi ga ulanadigan bo'lsa, bu majburiy emas. Buning uchun control panel upravleniyaga kiriladi. Bu yerda seti internet bosiladi. Center upravleniya va mana Ethernet, ya'ni sim orqali ulangan kompyuterga to'g'ridan-to'g'ri buni bosamiz va bu yerda svойства bor. Svойстваga kirganimizda IP versiya 4 bor. Va bu yerda mana o'zi получить IP adres bo'ladi, avtomatik bo'lib turgan bo'ladi. Biz buni ruchnoy qo'lda berishimiz kerak bo'ladi. Tarozimizniki 192.168.0.123 bo'lgani uchun biz ham 3 ta sonini bir xil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 192.168.0 va bu yog'i ixtiyoriy. Ya'ni bir xil bo'lmasligi kerak. Buni ustiga bir marta bossak o'zi avtomatik oladi. Bo'ldi. OK va zakrit. Xo'sh. Endi keyingi qilinadigan ish o'sha boyagi Zebraga Strix-M ga kiramiz va bu yerda test driver bor. Test driverda настройкаga o'tamiz. Настройкаdan IP adresini yozib turib, проверка связи bosadigan bo'lsak, mana Strix-print ko'ryapti degani. Gudokka bossak, ovoz beradi, bu ishlayapti degani. OK bosamiz. Bu yerda boshqa qilinadigan ish SHK ga o'tamiz. SHK da birinchi bo'lib turib strukturani tanlanadi. Struktura asosan 6 yoki 7 format bo'ladi. Bunga qarab 7 asosan 7 bo'ladi. Zapis qilamiz va tip prefiksni ham получить qilib turib, штучный весовой prefix tanlanadi va zapisать. Va bu yerda prefix SHK-ni получить qilib turib, bu yerda kilogramm, ya'ni kiloli mahsulotlar shtrix kodi boshini qo'yish kerak bo'ladi va donanikini qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Asosan bu default 20-21 bo'ladi. Buni o'zgartirish mumkin bemalol. O'zgartirib to'g'rilagandan keyin zapisat qilinadi va JS1 ham получить qilinadi, 460 bo'ladi. Va zapis qo'yiladi. Keyingi qilinadigan ish sistemniy настройки. Sistemniy настройкida dostup puluvini to'g'irlash kerak bo'ladi. Получить qilsak, asosan par nomeri puluv bo'lib qoladi. Uni par kodu tovarga o'tkazib turib, установить qilib qo'yish kerak bo'ladi. Hop, razryad 0 bo'ladi va rejim pechatga razрешение berib zapis qilib qo'yiladi. Bu yerda boshqa qilinadigan ish yo'q. X bosib chiqib, yana xuddi o'sha joyga pustga eng pastga tushib Strix-M ga kirib, avtomatik загрузчикка kiramiz. Bu yerda o'sha taroziga ma'lumot yuklash bo'ladi. Agar kirmasa, mana men pastda Zebra emblemasi chiqqan bo'ladi. Shuni bossak, o'sha oyna ochiladi. Настройки turgan bo'ladi. Список весов ga o'tamiz. Bu yerda pustoy turgan bo'ladi. Bu yerda добавить qilinadi birinchi bo'lib. Добавить qilinadi va Ethernet ga o'tkaziladi. Ethernetdan tarozini IP adresini beriladi. 0.123. Va bu yerdan o'zingizga shu kerakli faylni tanlab turib, yuklab qo'yiladi. OK bosamiz. Обновить status qiladigan bo'lsak, chiroqchasi yonsa, bu tarozini ko'ryapti va ishlayapti degani. Agar yonmasa, ko'rmayapti, ulanmagan hisoblanadi. Загрузить qilganimizda галочка chiqadigan bo'lsa, bu taroziga muvaffaqiyatli yuklandi degani.